Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Opa-singillar, tinchmisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Pохудение haqida ko'pchilik lichkamga yozadi. Gulnor opa, qanday ozgansiz, nima qilgansiz deb. Men bitta haqiqat aytmoqchiman-da. Hech qanaqa marafonga qo'shilib, hech qanaqa dorilar ichishlar shart emas. Kunlik ratsioninglardan muchnoy, sladkий, gazirovkalarni olib tashlasanglar, и так shunday olsanglar bo'ladi. 2 yil davomida unli mahsulotlar yemasdan, gazirovkalar ichmasdan, soklar ichmasdan, chipslar yemasdan, spokойно домашний условияda ozganman, xudoga shukr. Odamlar oshqozonni oldiradi, nimalar qiladi. Ular просто pul ishlash uchun nima xolos, na samom деле organizmga ham ziyon. Islom dinida ham bu narsa ma'qullanmaydi, я думаю, что oshqozonni oldirish, qanaqadir operatsiyalar qildirish, undan keyin nafsda tiyib, shakarni yemasdan, gazirovkalar ichmaslik, shunday ham ozsak bo'ladi. Alhamdulillah, xudoga shukr, men shunday ozganman.